qanchalik yesa haqsizmi aka? Haqsiz. Pul olma emas. Ya. Allah mena mushu akimizningki bulaq ketgan mushunda bağlarıvaken üzerine kuravatkanday acayip bulaq aşı üzmüday bulaqlıq ekan bu ürükler. Mush akimiz men bilan aloqalashib ekan. Hozir men mushu To'salliga keldim. To'salliqninki mushu Baxt kentininki oldi tarafda ekan mushu bog'ning o'zi tuqqanlar. Endi men kelgandan keyin ko'zim bilan ko'rdim. Ma akimiz deydi, mushu baqqa kelib qanchalik yesa butunlay haqsiz holatda qo'sqa ilib ketgida yuvasin mayli deb ashning gapini qildi. Lekin tuqqanlar menda uyangligi ep ketgan tuqqanlarimiz kenglar manchilab qolib qolsa, uyangligi ep keta bo'lsanglar kilosqa 5 qo'ydingiz aka. 5 qo'ydilar pul atgan, endi haqsizken deb kep mishaga haqsiz yitqanni yeb chikasanglar bu dehqonning ajri qilib qolmasin. Mishaga matibdi ishkini, atibdi ishki 4 tal, matibdi 5-6 tal andada yeb qo'sqanni ilib ketgida yanglar. Tetip bakıp qasi tutning ürüki azisa chikatgan chaqonlar hech bo'lmasa bir qachalar menning puluska ağaç chikatgan bo'lsangiz tuqqanlar endi quruq gap tetib bulab chikatsanglarma yaqinmaymiz pul olmaydi shundaymi aka lekin endi azaq bir madixaning ajriyadi qolmasin bo'lsa bir pul xajlab achki tutqanning ishini qilib tuqqanlar ishini o'rni hozirman deb birma qog'iniga mush filmga meylik yurgandan cho'qim bir tal bir qo'yanglar dehqon bo'lmoq oson emas. Bir yil ajr qilib turib, endi bir usulni ko'rayotganda ba'zilari azroq etlib ketgan ahvollar bor tuqqanlar. Cho'qim mehlik yurak qilinglar, kilamat qilinglar, kitqanlaringlar. Amasa Mishaning adresi To'salli bozori, Baxt kentiniki, qarshi taraf shundami? Aloqalarimiz deb turgan. 183 99 49 30 90. Xotin shahrichi baxma. Rahmat.